bizlere Künedən miras Köz görməz, qolu yetməz Uzaq dur mehran Bizler bu dünyaya mimanımız halas Bizler bu dünyaya mimanımız halas Kengeyməz, kiçireyməz Asla tar bulmaz Kengeyməz, kiçireyməz Asla tar bulmaz İnsanlık hayatı sınav meydanı Teneden tingişkenler şapkada canı Şudur bize perver digar fermani Hiçbir iş Allah'dan ey bir haber kalmaz Şudur bize perver digar fermani Hiçbir iş Allah'dan ey bir haber bulmaz Hurmatli xonimlar va janoblar, barchangizni bugungi oilamizda boshlangan to'ylar bilan tabriklab, muhtasham to'yxonamiz tomonga hurmatli kelin-kuyovlarimizni bugun taklif qilar ekanmiz. Avvalo, yoshlarga bo'lgan hurmatimiz. Bugungi oilamizga bo'lgan hurmat bilan o'rnimizdan tursakda yoshlarni to'ylar muborak sadolari bilan to'yxonamizga taklif etsak. Marhamat. Ey dostu canım, toylarım mübarek. Ey dostu canım, toyxona bo'lsin, har xonadonim. Toyxona bo'lsin, har xonadonim. Rahmat, baqla bo'ling, o'rkestr raqamlaringiz ko'p bo'lsin, baqla bo'ling.
Vadat meyadiname içke onu kildim Vadat meyadiname içke onu kildim Ayağına yar yar Sevda yüzüm fiyay düştü başıma Senden davamasın Ağlamam ikil Dımayımın yarı Toylarım bana uğrak yar canım Toyhana bulmasın Karıhanadan mayamı Toylarım Katta rahmat. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, hurmatli to'ysevar xalqimiz. Oilamizda, xonadonlarimizda bugun farzand baxt oqshomini qutlab kelgan barcha insonlarimizni bugungi boshlangan to'ylari bilan samimiy tabriklaymiz. Avvalo, xonadonlarimizda bugun farzand farz to'ylari bo'lmoqda. Barcha oilamizni, barcha bugungi sulolamizni, eng aziz va qadrli insonlar bugun shaxsan qaynota qaynonamizni, yoshlarni bugungi sulolamizni hurmati bilan muhtasham to'yxonalarimizni bugun to'ldirib, yaxshi kunlarimizni bugun qutlab kelgan. E'tibor va hurmat uchun bugungi bayram to'y tashkilotchilarimizga biz ham barcha yurtdoshlarimiz nomidan alohida bugun kattakon rahmat deymiz. Aytadiki, oy tutsa ham bo'lamga, kun tutsa ham bo'lamga. Bolam baxtli bo'lmasa, nega keldim olamga deydi. Farzandlarni baxt oqshomini o'ylagan, har doim mehnatda bo'lgan. Bugun shuni ham alohida ta'kidlab o'tamiz. Qilinayotgan mehnatlar bir kun e'tirof etiladi deb xuddi mana shunday to'y tantanamizni bugun aytib o'tishimiz mumkin. Maqsudbek tantanalar saroyida yoshlar baxt oqshomi bugun nishonlanmoqda. Taqdirvorlarimizni bugun Shahzoda malikasi bo'lgan Azizbek va Mohinur singlimizga har doim baxtli, saodatli bo'ling deymiz. Azizbek do'stim, avvalo sizni qolaversa bugun ota-onangizni tabriklar ekanmiz. Eng kamida hayot davomida otangiz onangiz ko'rgan baxtni ko'rishingizni barchamiz niyat istak qilamiz. Oldimizda bayram
bor. 14-yanvar Vatan himoyachilar kuni. Har doim oilasini sevgan, vatanini sevgan, yaxshi kunlarimizni yaqinlar shirin diydori bilan o'tkazib, bugun bayramona kayfiyatda muhtasham to'yxonalarda yoshlarimizni qutlab kelgan barchangizga alohida bugun kattakon rahmat aytmoqchimiz. Oliy maqsadimiz oiladagi mehr muhabbatni mustahkamlash, insonlarga har doim xursandchilik va tabassum ulashish. Bugun barchangizga ijodiy jamoamiz bilan qisman bo'lsa ham tabassum ulashib, ijodiy jamoamiz bilan bir oila, bir jamoa bo'lib, barcha yurtdoshlarimizga qo'shiqlar ketma-ketligini, go'zal she'riy satrlarimizni, yaxshi niyat istaklarimizni bugun oqshom davomida yo'llashga biz ham tayyormiz. O'tganlarimizni esga olmoqlik, ularni eslamoqlik barchamizni musulmonlik burchimiz. Rahmatli bugun Abdushirib otamizni, Jonibek onamizni, Madrimboy otamiz hamda bugun Gulchehra momolarimizni barchamiz esga olamiz. Zeroki o'tganlar ibratli so'zini yod et, o'tganlar yodidan dilingni shod et degan go'zal bir ibora bor. Ularni izi obod. Oilamizda, mahallamizda, yurtimizda har doim aziz bo'lganligini, bugun to'yxonamizga mehmonlarimiz, mezbonlarimiz sig'mayotganligidan ham bilib olishimiz mumkin. Keling, tantanamizni ochiq deya e'lon qilish, bu oilamizga bo'lgan, kelin-kuyovlarimizga bo'lgan tabrik va istak niyatlarimizni izhor etuvchi, ilu yurtimizga yillar davomida xizmatda bo'lgan hurmatli el boshchilarimiz, elimizda haqiqiy bir fidokori, elimizda haqiqiy bir xizmatkorlari bo'lgan Ravshanbek akamizni biz katta mamnuniyat bilan mikrofon qarshisiga taklif etmoqchimiz. Ular tomonidan shohona dasturxonlarimiz ochiq deya e'lon qilinadi. So'z esa sizga. Marhamat. Assalomu alaykum. Hurmatli aziz mahalladoshlar, uzoq yaqindan kelgan aziz mehmonlar. Yine Azat bilan Nurpaşa'nı şu farzandinin nikah to'yida hammamiz guvoh bo'lib o'tiribmiz. Ben bu iki yaşa uzak ömür, bak saadet tilayman. Şu ko'ngillari to'lincha farzand ko'rsinlar. Şu ömrünü ahirine don birbirine suyanışıp şu hayatını acayip etip ötürsünler, ailelerini müstehkem kılıp. Şu mahallemizde bir acayip ailelerden biri olarak da bir şanamam ben. Şu ülkemle baktlı olsun. Razzakovla sulalasını hemmesini şu toy bilen tebrikliyim. Ya Destanbek ülkemiz bir grup sanatkarlar teşrif buyurgan. Ben Destanbek ülkemize uzak ömür, işin meşakkatli sanat sahasında ustazların yolunu verip şu ustazların derecesine erişmişinde tilektaşman, şu sanatine sanat, avazına avaz koşulaversin dimen. Şu bir diyeyim başın toylardan çıkmasın. Sizleri yine bir var şu toy bilen hemen tebrikliyim. Şu uzak ömür, bak saadet olsunlar şula 2 yaş. Şu toyunu alıp barış için inayet hükümet hapşıraman şu maraklı bir mezmunla kızıkallı etip ötkeze diyen niyettemen toyumuzu açıkta bir elan kılama. Rahmet söz ver. Katta rahmat. Barcha yurtdoshlarimizga bugungi oilamizni yorqin vakillariga va shaxsan ijodiy jamoamizga bo'lgan hurmat uchun biz ham Ravshan akamizga barcha yurtdoshlarimiz nomidan kattakon rahmat aytmoqchimiz. Yonimizga oilamizni yorqin vakillarni, ya'ni kim to'yimizni asl mezbonlarni bugun taklif etmoqchimiz. Demakki bugun diqqat e'tibor markazimizda oilamizni asl insonlari bo'lgan hurmatli Ozodbek qaynotamiz, Nurposhshaxon qaynonamizni bugungi farzand farz to'ylari bilan tabriklab, shaxsan ular nomidan esa amaki, amma xola doilarimizni so'zga taklif etmoqchimiz. Bilasizki, mahallamizda ana shunday bir yaxshi kunlarda har doim mezbonlarimiz oldidan o'zini bir samimiy tabriklarni izhor qilmoqda. Kelgan mehmonlarimizga tashakkur yo'llash bilan farzandlarga oq yo'l tilashga bugun tayyor bo'lgan hurmatli Razzaqovlar sulolasini barcha vakillarni mikrofon qarshisiga taklif etamiz. Demak, diqqat e'tibor markazimizda oila a'zolarimiz, hurmatli asl mezbonlarimiz. Marhamat. Ravshan aka, hurmatli bugun Ravshanbek eli boshchilarimiz nomidan demakki biz oila a'zolarimizni yonimizga mikrofon qarshisiga bugun taklif etamiz. Marhamat, keling. Imkoni bormikan qaramaslikni,
Shu savol egallar xayolni yana sovg'a qilsam edi sizga yoshlikni, qaramang jon onam, qaramang onam. Bugun davramizda hurmatli nuroniy onalarimiz va albatta bugun otalarimiz, eng aziz va qadrli insonlarimizni biz katta mamnuniyat bilan mikrofon qarshisiga bugun taklif etganmiz. Avvalo so'z ularga. Marhamat. Albatta bo'laman. Assalomu alaykum. Mahalladoshlar, to'y qatnashchilari. Yana bugun ko'rib turibsizlar, shunday kashona do'lib o'tiribdi. Bu ozodni e'lon etgan xizmati, ozodni aytgan ishlanmasi. Hammang ozodni jo'rasizlar. Men ozodni Nurposhshani shu to'y bilan tabriklayman. Shu Azizbekning umri uzoq bo'lsin, qo'shqanlari bilan qo'sha qarasin, yulduzlar yaratsin. Kelajakda elimizga, yurtimizga xizmat etadigan ajoyib inson bo'lib yetsin, ajoyib oila bo'lsinlar. Ozod tabriklayman seni. Yaxshi, assalomu alaykum. Zavarkandaşlarına Bolacak gapni doimiz aytdi. Yoshlarga uzoq umr tilaymiz. Qo'sha qarasinlar, xizmatlari bo'lsin, farzandlari ko'p bo'lsin. Oldimiz Ozod bayram dinimizdan to'y bilan kelganim bilan tabriklaymiz. Yeb ichib o'tiraverasizlar, ketish yo'q. Asfaltni yana o'tsangizda yana yeb ichaverasizlar. Ketish yo'q. Ozod menga aytib turibdi, shu jo'ralarga aytasiz. Ertang hammasi gelin görerek gelsinler deb turibdi. Hammasi biri qaza ishtirok etaman dedi. Yaxshi, sog' salomatlik olsun. Ilohim baxtli olsun o'g'lim bilan. Gelindan qarasizlar. İşte to'yni so'p asfaltdan yana o'taveringlar. Endi o'rtoqlar yana men bir gap aytmoqman. Ozodni cho'tchi deb laqab olganni bu Abdusheribom deraversin beşara. Toşalak oğlum, ahiri çotçu oğlum deverdi. Şunun bilan Ozodning laqabi çotçu. Lekin bu Razzaqovlarning asosiy sulolasi. Rahmat. Xo'p, katta rahmat. Barcha oilamizning yorqin vakillariga aytilgan yaxshi niyat istagi uchun kattakon rahmat deymiz. Ana endilikda bugun Azizbek do'stimizga murojaat qilmoqchimiz. Yoningizda jufti halolingiz, umr yo'ldoshingiz bor. Agar joiz deb topsangiz, go'zal singlimizni yuzdagi harir ro'mollarni sekin astaligida ochib qo'yasiz. Ana shunday marosimlarimizni ado etganingizdan keyin siz uchun ajratilgan maxsus taqdir avvallarimizdan joy olishingizni biz sizdan iltimos etmoqchimiz. Hurmat va e'tibor uchun kattakon rahmat. Har doim hayot davomida sevib, sevilib yashamoqlik sizga nasib etsin. Bugun har bir soniya, har bir daqiqamizni media sohasida bugun tariximizga muhrlab xizmatingizga tayyor bo'lgan Matnazar akamiz tomonidan Shohruh Media, shogirdlar, farzandlar, do'stlar, barcha aziz insonlarimiz xizmatingizga tayyor. Halitda mana oldimizga tansiq taomlarimiz tortilmoqda. Barchangizga biz yoqimli ishtaqa tilab, Shohruh Media bilan va ijodiy sahnamizda estradamizning yorqin vakili, bugungi tantanamizga oila a'zolarimiz tomonidan maxsus taklif etilgan Dastonbek Ibodullayev hamda mahoratli sozandalar ansambli bilan barcha yurtdoshlarimizga qo'shiqlar ketma-ketligini taqdim etmoqchimiz. Qo'shiqlar aytaman, jonimni qiynab, odamlar ortimdan kulib qolmasin. Shukrki jonim bor, jonli aytaman, jonsiz qo'shiqlarga kunim qolmasin. Ijodiy sahnamizda mahoratli sozandalar va Dastonbek Ibodullayev oqshom hammamizga xayrli bo'lsin. Avvalambor assalomu alaykum aziz mehmonlar, aziz davra qatnashchilari. Shunday yaxshi kun bilan hammangizni muborakbod qilamiz. To'ylar bo'laversin. Xonadon sohiblarining ham shunday yaxshi kunlar bilan tabriklaymiz. Hamma yurtdoshlarimizni kiribgan 2025-yil bilan ham tabriklaymiz. Hammamiz uchun omadli, daromadli, eng zo'r yil bo'lib kelgan bo'lsin. Gelingoylarimiz ham baxtlimiz baxtli bo'lsin, qo'sha qarasinlar, o'g'il qizlari ko'p bo'lsin, o'zindan ko'paysinlar. Ilohim besh to'ylarimdan kelib xizmatda turish hammamizga nasib etaversin. Hamma yurtdoshlarimizga yoqimli shahar tilimiz, buyun sizlarni xalqimizni xizmatlaringizdamiz. Qo'ldan kelincha xizmat qilamiz. Buyun Xudo xolasa qo'sh ko'pir elida boshqacha eng zo'r to'yni guvohi bo'lamiz deya umiddamiz. Giyoh bolamiz Azizbekni ham talab shunday bo'lgan. Bizlar bilan gaplashganda meni to'yim
Hemmenikinden başqacha bo'lsin. O'zam bir chiroyli muomalali yigit, baxt tilamiz. Hayot ham shunday o'zining go'zal bo'lsin. Tabriklaymiz yana bir marta. Hammangizga yana bir marta yoqimli ishtaha tilaymiz. Qo'shiqlarimiz uchun hazzatib, eshitib, dam olib o'tiraverasizlar. Neylerim bağı çemen seyride canan olmasa, neylerim bağı çemen seyride canan olmasa, misli tavus silkini paryan hıraman bulmasa, sarı kavmet ağrezi gül kaddi reyhan olmasa, gözü şela özü bir naşayı kuban bulmasa, ölmeyin mu hecrede cismim aracan bulmasa. Başıma düşken meni sevdalarıdır müşkülü, lavakalı bir yoklamaydı, kayda kaldı deyip kulum. Serbeseli esretlerin şadiyetken aldırdılim, ay yüzünü görmesem her gün karangudur dilim. Ravşan olmaz geceler olmayı taban bulmasa. Bir yol yürüm eylemez merdulığımı dostlar, ay yılları vesledin mahrumluğımı dostlar. Yığlamayın o bir kesul mesrumluğımı dostlar, sorsanız şuldur sebep mahrumluğımı dostlar. Sorgali ahvalı sarımda kadırdan bulmasa. Men yürüp men işkıda tanım alametler bilen, gözlerimden yaş döküp ahun edametler bilen. Saltanat takdide yarım meşna katları bilen, çıksa yüz kıl türelenip özlü latafetleri bilen. Ağda bir mesul kişi görgende kurban bulmasa. Külgü buldum işki yok bir dertlerge ançınan. Sormadım akvi kelip akta da halim bir zaman. Zerreçe gözge görünüp
Bilmez kalım alım alacağım Derbederlikte yürüp Ya Rabbi rahmet eylegen Razı irmesmen meningdik Tak sersam bulmasa Bu cahanda bir peri ruhsar şunu kıslet gibi Barım iki nefsana bulunan şunu kıslet gibi Ahtı yalan bir vakadıldar şunu kıslet gibi Gece gündüz kan yutup aşkar şunu kıslet gibi Aşığı sadık yemese alemde destan bulmasa Aşığı sadık yemese alemde destan bulmasa ya Şum rakipler bizni yaman buldurdu Ölmekimden başka kâr bana eyler Dostlar keçip durmanı köngül bağrımdan Dostlar keçip durmanı köngül bağrımdan Endi namus bilen armağan eyler Endi namus bilen armağan eyler Nemekteyin her kazanda kaynadım Geçip işkın deryasını boyladım Şammar kebi Şammar kebi genç üstünde oynadım Özüm ciyen armağan eyler Özüm ciyen armağan eyler Şahlı algır bazı vardır kulağımda Ürküp kalarsan o solunda Mensur kebi alar kaldı yolunda Mensur kebi alar haklı yolunda Asılsam zülfünden darmanan eyler Asılsam zülfünden darmanan eyler
yanmışam. İçip içkim şarabına kanmışam. Garip aytar iş kutuna yanmışam. Garip aytar iş kutuna yanmışam. Yarım adıl bolsa da armağan eyler. Yarım adıl bolsa da armağan eyler. Asılsam zülfünden armağan eyler. Endi namus bilen armağan eyler. Endi namus bilen armağan eyler. Şu minnet bilen nam kazanmasa, şu minnet bilen nam kazanmasa, gelyen devletine peyamı olmaz. Her sözünü pamına yetip söylese, her sözünü pamına yetip söylese, kutular ölümden gümanı olmaz. Kutular ölümden gümanı olmaz. Bekuda dünyada kaygı yegen ya, her yeter yetmese köngül bergen ya. Bekuda dünyada kaygı yegen ya, her yeter yetmese köngül bergen ya. Bilip görüp yalgasız dayanlar, namus yok vicdanı olmaz. Bilip görüp yalgasız dayanlar, namus yok vicdanı olmaz. İşi gayrı bolar devlet kaytsa, bir yurttan ayrılıp bir yurtta küsse, şağlaktan ayrılıp tahtından düşse, mezhepten ayrılıp tahtından düşse, büyükten hiçbiri aytkan degen olamaz. Mezhepten ayrılıp tahtından düşse, büyükten hiçbiri aytkan degen olamaz. Yardan beri alır yanın yeçesi. Aşıları hayalı yaran dişesi. Sıngandır garipni köngül şişesi, endi tüzetmekte imkanı bulmaz. Merdan aşık gariplerin piridir, aşık olgan ölesi yok diridir. Men garip mançına aşkın biridir, men garip mançına aşkın biridir. Endi gelip anın ahvalını sormaz, ey bunda gelip anın ahvalını sormaz. Kişi minnet bilen nam kazanmasa, kişi minnet bilen nam kazanmasa, tapkan devletini peyanı bulmaz. Ey gelyen devletini peyanı bulmaz. Ey tapkan devletini peyanı bulmaz.